Assalomu alaykum. Men shu Aram nimasiga, klinikasiga 21 keldim. Nimalari yaxshi, ukollari oldim. Ko'p qattiq kasallarim yaxshi bo'ldi. Bugun ketyapman 10 kundan keyin. Hamma sharoitlari yaxshi, ukollari yaxshi. Bu Muxtorov Sherzodjon zo'r davoladi. Ko'p vaqt allergik o'ksirlik bor ekan, shu menda bilmay yurgan ekan, mana shu yerga kelib yaxshi 2-3 kunda ketdi u nimalarim, kasallarim. Yana keladigan odamlar bo'lsa, zo'r joy, Aram klinikasi mana shu yerda. Sherzodjonga katta rahmat.